Xo'p. Men onasini emsam o'zi juda kamdan kam o'tiraman. Men telefon titkilab, Instagramda ayniqsa. Shu nima demoqchiman? Xullas, ko'p ko'ryapman. Bitta videoni qanaqadir kim Lilmi kim oti ham xuyozni aytib tilimga aniq kelmayapti. Oti kim u, nima u, kim u bilmayman. Bitta odamni tanimaganiga, Shuhrat Rasulovni tanimaganiga topolonda. Voy u unaqa qilmadi, bu unaqa qilmadi deb anaqa qilib aytishdi-da. G'alatida u bitta odamni ko'ylagi ko'rib, men kim ekan deb qidirdim boru o'sha bolani. O'sha qidirdim, bir oddiy bir patsanda, yosh bola, bloger. Kim qayerdan taniydi uni? Men uni mana shu videolarni ko'rib tanidim, u bolani dash. Ko'rdim. Kimdir nimadir deydi. Kimdir odam nima erkak bo'lib erkak emas, ayol bo'lib ayol emas, u deyapti, bilmayman kim ekan deb qiziqdim. Qayerdan biladi u bloger bo'lsa u qo'shiqchi emas, u bloger u. Просто bilmayman, modelmi u bola, yosh bolaga o'xshayapti ko'rinishidan вообще. Hani kalpashyonkani kiyib shampan qulog'ini chiqazib, просто turibdimi, bir mayli bir 10-15 ta syomka qilgandir, video qilgandir. Unga ketkizgan vaqtinglarni nima qilasan unga ketkizib vaqt? Undan boshqa tema yo'qmi? Gazni tema qillaring, undan ko'ra. Limitni yopish bilan o'zi kun o'tib o'tgan bo'lsa o'zi. Qachon gazni limitini yoparkanmiz deb yurimiz, internetga kirsa, kimdir ko'tini kovlagan, kimdir bitta video qilsa, u bunaqa ekan deydi, bu bunaqa ekan deydi. Kimdir bitta odamni tanimasa, Olmaxon Haydovani taniydimi? So'raylar-chi bundan. Tag'in nimamish? Men hammaga ham ayttirmayman, duet etaman deb. Men shu videosini ko'rib, u bu harakati zo'r bo'lsa kerak bu deb o'ylasam, bitta Ozoda Nursaidova bilan duet etgan ekan. Nima u bitta odam bilan duet etsa, bu hammaga ham ayttirmayman deyish kerak. Kim u? Bloger u. Qo'shiqchi emas u. Uni orqasidan ketkizgan vaqt arzimaydi-da u. Uni tema qilish, boshqa qilish, undan boshqa tema yo'qmi? Boshqa narsani tema qilaylik. Shu aytganimdek. Tavba qildim. Kimdir nimadir bo'lib qolsa, nimadir bo'ladi. Qarochida. Men otini ham ayta olmaydigan bolam bilan o'sha bolani sizlar tema qilib o'tiribsizlar-da. Kimga kerak u? Tanimasa tanimasin. Nima uni tanishi nimaga kerak u bizaga? Shaxsan men bu bolani tanimayman.